start berdik. Jannatga 100 qadam o'zinimi. 100 ta yetim bolalar uchun 100 ta uy. Hozir biz turgan yerimizni hammasi xat hujjatlari tayyor joy. Assalomu alaykum. Assalom. Hormanglar. Bu inson ismlari Fazliddin. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshilik izlab loyihamizda oilamizda uy qurilishi bo'yicha mas'ul inson shu inson bo'ladilar. Biz hozir qayerdamiz aka? Biz hozir Farg'ona viloyati Quvonsoy shahridamiz. Qo'limdagi hujjatlar aynan biz uy quradigan yerni hujjatlari, kadastr ya'ni kadastr hujjatlari. Ko'rishingiz mumkin. Hammasi nima deydi? Bitgandan keyin oilalarni o'ziga topshiriladi. Biz 100 ta yetim oilaga 100 ta uy qurmoqchimiz. Yurtboshimiz bu yil go'zal ehsonlarni boshlab berdilar. Biz esa kelinglar birgalikda ularga qo'shilamiz. 100 ta uyni qurib bitkazamiz va 100 ta oilaga topshiramiz. Shu videoga bitta like bosing, bu sizning ehsoningiz bo'lsin. Shu videoni istoriyaga qo'yib ehson qilamiz deng. Bu ham bitta ehson bo'ladi. Shu videoni ko'proq tarqatib bering, sizdan bitta yaxshilik bo'ladi. Unutmanglar. Har birimizning qo'limizdan qanaqadir yaxshilik keladi. Biz Turkiyada yurganimizda Burak bilan ko'rishganimizda go'zal gap etdi. Hattoki chet ellik Burak, Chezin Burak ham ehsonni, yaxshilikni hamma qila oladi. Pul bo'lish, miqdor muhim emas, muhimi harakat qilish. Hammamizning qo'limizdan harakat va yaxshilik keladi. Yaxshilik izlab davom eting.